O'zini sevish tomonlardan boshlanadi desam ishonasizlarmi? Unda videoni saqlab qo'yib, yaqinroqga kelib ko'ring. Salqin kunlar boshlanishi bilan tovon qurishi boshlanadi. Ko'pchilikda bu vitamin yetishmasligi va albatta doimiy ravishda tahorat olib, oyoqni yaxshi artmaslikdan kelib chiqadi. Menda ham shu muammo bor. Kelinglar hozir bunga qanaqa yechim topganim haqida gaplashamiz. Birinchisi mana shu kremlarni yaxshi ko'rdim. Buni hamma joydan ham topsa bo'lmaydi. Bittasini ukam Germaniyadan yuborgan, bittasini Amerikadan olib kelib berishdi. Keyingisi, eng oddiy o'zimizda aptekada sotiladigan Bepanthen mayza krem emas, imенно mayzani har kuni kechqurun yunib chiqqaningizdan keyin kokos yog'iga aralashtirib oyoqingizga sursanglar, ertalab turganingizda oyoqinglar xuddi chaqaloqlarnikidek bo'lib qoladi. Mana doimiy ravishda ishlatganim uchun kokos ham уже ozgina qolgan. Imенно mana shu mayza Bepanthen bilan aralashtirib surib, salofan paket kiydirib, ozgina yurib, keyin noskil kiyib yotganingizdan keyin buni doimiy ravishda takrorlaversanglar, oyoqinglarni terisi qanaqadir yumshoqqina bo'lib qolib, приятный bo'lib qoladi. Ko'pchilik o'zini sevish degani qiyin narsalarni tushunadi yoki obязательно расход qilinadigan narsalarni tushunadi. O'zini sevish birinchi o'rinda o'zingizni tanangizga, sog'lig'ingizga e'tibordan boshlanadi. Hech qanaqa kosmetolog, manikyur, pedikyurlar, qanaqadir protseduralar o'zingizga sevgini, o'zingizga bo'lgan birinchi o'zingiz qila oladigan qadamni zaminni qilamiz. Ismini saqlangiz qilib, podpisatsiya qilib qo'yinglar.